Bugun bir tanishimni uchratib qoldim. Guvohnomasiz tadbirkorlik bilan shug'ullanib yurgan ekan. Aka, bu ishning oqibati yaxshi bo'lmaydi deb aytganimda, u menga shunday javob berdi. Yonimdagi boshqa tadbirkorlar ham mendek ishlayapti. Soliqchi kelsa, do'konni yopamiz, ketgach yana ochib savdoni davom ettiramiz. Endi avvalgi zamonlardagidek bosim yo'q. Hatto tutib olishsa ham tovarlarni musodara qilishmaydi, balki shunchaki ogohlantirish bilan qutulasan deb aytishyapti dedi. Mana shu joyi meni o'ylantirib qo'ydi. Chunki ko'pchilik mana shu gaplarga ishonib qolyapti. Axir to'g'ri tushuninglar. Soliq organi jim turgani bu hech narsa bo'lmaydi degani emas. Qonunda bu haqda aniq qilib yozib qo'yilgan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 176-moddasiga ko'ra, guvohnomasiz faoliyat yuritish bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravardan 7 baravarigacha jarima. Plus tovarlar musodara qilinishi. Qaytaraman. Tovarlar musodara qilinadi. Agar daromad ko'p bo'lsa, jarima miqdori 10 baravardan 50 baravargacha oshirilishi mumkin. Shu sabab ishni iloji boricha rasmiy qiling. Bosim yo'q, musodara bo'lmaydi degan gaplar sizni aldab qo'ymasin. O'z biznesingizni himoya qilishning eng oson yo'li bu shunchaki ro'yxatdan o'tish. Sizga ishonchli buxgalteriya xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin.